Assalomu alaykum, Xodiy Avto YouTube kanali obunachilari, xormeli yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Avvalambor kuzatib turganingiz uchun, podpiska bo'lib qo'yganingiz uchun va qo'llab-quvvatlab turib, layklar bosib, kommentariyada yaxshi izohlarni qoldirib turganingiz uchun kattakon rahmat. Bu narsani jamoamiz bilan birgalikda juda ham sizlardan mamnunmiz. Bundan tashqari, akalar, har bir ketkizayotgan millisekundingiz, har bir sekundingizga, har bir minutingizga rozi bo'ling, chunki har bir videomizda sizga manfaatli bo'ladigan videolarni qo'yganmiz. Har bir videomizda sizga o'sha eng ishonchli, eng arzon va hamyonbop avtomobillarni tavsiya qilishda davom etamiz. Bundan tashqari, akalar, Xodiy Avtoda bugungi videomizda mashinalarni obzor qilmayman, mashinalar etmayman, faqatgina ko'pgina savollarga bitta qilib javob berib ketaman. Nimaga boshlang'ich to'lovsiz? Yana bitta savollar, pasportdan tashqari yana nima kerak bo'ladi? Zalogga nima qo'yiladi? Necha foizdan chiqadi? Nima qanaqa bo'ladi? Avtokredit o'zi nima? Bundan tashqari nimaga sen arzon qo'yyapsan? Nega oylik to'lovlaring ham даже boshqa joylardan arzon chiqyapti degan savollarga bitta qilib mana shu videomizda javob olsangiz bo'ladi. Qani bo'lmasam boshladik, qani bo'lmasam obzorlarni o'sha ma'lumotdan berishni boshlayman. Xodiy Avto ochilganiga 4 yilgina bo'ldi. 4 yilgina bo'ldi. Xodiy Avto o'sha boshidan chiqib, endi mana Instagramda, YouTube'da, boshqa joylarda shu videolarni qo'yishni boshladi. Lekin 4 yildan beri mana shu ish faoliyatidamiz. Bundan tashqari, akalar, bank yo'nalishini juda ham yaxshi tushunaman. Shaxsan o'zim bank yo'nalishlarini juda ham yaxshi tushunaman. Markaziy bank nima, unga biriktirilgan banklar qaysi, nima qanaqa, sizga qaysi to'g'ri yo'l bo'ladi, nimaga men uyga zalog qo'ydirib 8% dan kredit chiqarib bermayapman, nimaga aynan menda boshlang'ich to'lov kam, nimaga menda boshlang'ich to'lov o'zi umuman yo'q, faqatgina xarajat pullayapsan degan savollarga bitta qilib javob beradigan bo'lsam. Qarang. Tracker avtomobili bugun sotuvdan qaytdi bu. Nimaga? Bu narsa mana shu ko'rib turgan odamlarimizning aybi. Nima ayb qilishyapti? Aytaylik, kredit olishgan, bizga aytishyapti, kredit olmaganmiz deyishyapti. Kredit olishganda vaqtida yopishmagan u kreditni va bizani o'sha mashinani zalog berib muzlatib qo'yishyapti. Mashina joyida qolib ketyapti va qolgan klientlarga ham sotildi deb aytyapmiz. Kelishyapti, mashinani o'sha olishgandek bo'lishyapti. Oradan 2 kun o'tgandan keyin bankka kirilganda bankdan o'sha istoriyasi xato chiqyapti. Ya'ni kredit tarixi xato chiqyapti. Kredit tarixi o'zi nima? Kredit tarixi savoliga beradigan bo'lsak, o'zi avtokredit o'zi kimlarga beriladi degan savolga birinchi o'chirib javob beraman. Siz 19 yoshdan baland bo'lsangiz va pensiya yoshiga yetmagan bo'lsangiz, davlat tomonidan hech qanaqa pensiya olmaydigan bo'lsangiz, sizga avtokredit chiqarib beriladi. Tushundingizmi? Ikkinchi masala, kredit tarixi. Bu nima degani? Kredit tarixi, siz oldin kredit olib turib, qatdan turish, texnomart bo'ladimi, boshqa qanaqadir telefon olganmisiz, ipoteka olganmisiz, boshqa narsa olganmisiz, lombardga pul qo'yib turib pul olganmisiz, vaqtinchalik o'sha bo'lib to'lashga pul olganmisiz, mana shu mikro qarzlar telefondan hozir 50 million, 60 million bemalol pul olsa bo'ladi. Shunaqa narsalar olganmisiz, vaqtida yopmagan bo'lsangiz, kredit tarixingiz buziladi. Kredit tarixingiz buzilgandan keyin sizga avtokredit bank ajratmaydi. Sababi, aytaylik, men pul beruvchi odamman. Aytaylik, men sizga pul beraman yoki mashina beraman. Sizni masalan yaqin o'rtog'imdan sizni qarzingiz bor yoki o'sha qarz olganingizda vaqtida yopib bermagansiz, men sizga o'shaning uchun ham ishonch bermayman, daveriya bermayman sizga. Avtokredit o'shaning uchun ham boshqa bankdan olgan bo'lsangiz ham sizga avtokredit chiqarib berilmaydi. Siz znat cho'rniga tushgan bo'lasiz. Cho'rniga tushganingizdan keyin sizga avtokredit chiqarib berilmaydi. Bundan tashqari, har bitta mashinamizda, okalar, har bitta mashinamizda tan narxi bo'yicha kredit chiqadi sizga. Tan narxi. Aytaylik, Damas avtomobillarim 7,5 ming dollar tan narxi bo'ladigan bo'lsa, 7,5 ming dollar kredit chiqadi sizga. Boshlang'ich to'lovga alohida kredit olishadi. O'zi asli boshlang'ich to'lovsiz deb reklama qilayotganlar. Boshlang'ich to'lovsiz deb reklama qilayotganlar uyga zalog qo'ydiradi. Boshlang'ich to'lovsiz deb reklama qilayotganlar mashinaning tan narxidan baland kredit chiqadi. 7,5 ming dollarmi? Boshiga 2 ming dollar o'sha boshlang'ich to'lov qilish kerak ham o'zi aslida o'sha 2 ming dollar ham o'sha kreditni o'ziga tiqtirib turib 9,5 ming dollar sizga kredit chiqarib beradi. Tushunyapsizmi? Banda unaqa narsa yo'q. Keyingi masala. Boshlang'ich to'lovsiz chiqarayotganlar, kraskasi juda ham ko'p, probeg vobshe katta, bamberlayotgan mashinalar bo'ladi. O'shaning uchun ham ular boshlang'ich to'lovsiz qilib chiqaryapti. Bizda qanaqa? Bizda okalar 16,5 ming dollar mana shu Tracker avtomobili bo'ladigan bo'lsa, 16,5 ming dollar sizga kredit chiqadi. Faqatgina xarajatlarni o'zingiz qilib olasiz. Xarajatingizga hamma mashinamga har xil. Bu savolga ham hozir bittaga javob berib ketaman. Hamma mashinaniki har xil. Bu Tracker avtomobili siz hozir xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 800 dollargina xarajatga pul olib kelasiz. Atiga 800 dollar bilan siz Tracker avtomobilini olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Xodiy Avtoga kelib turib. Kredit tarixingiz yaxshi bo'lsa, pensiya olmaydigan bo'lsangiz, 19 yoshdan baland bo'lsangiz, mana shu avtomobil sizning nomingizga avtokredit bo'lib chiqadi.
tushunmaysiz. $800 ham ko'pchilik aytayotdi, tannarxidan minus bo'ladimi degan savolni berishyapti. O'zi asli hozirgi paytda общий xarajatlaringizga $900 ketyapti. Общий xarajatlaringiz va yana qo'shimchasiga auksion nomer deb chiqarishyapti avtokreditchilar. Bizda unaqa narsa yo'q. Auksion nomer yo'q, boshqa yugur-yuguringiz yo'q. Bitta kelasiz, bankka kirasiz, suhbatdan o'tasiz, qo'l qo'yasiz, chiqib ketasiz, mashinaga shunday boriladi, qo'l qo'yiladi, oldi sotdi qilinadi, ega bilan o'zini egasi keladi siz oldingizga. Ega bilan qo'l qo'yib, mashinani haydab, nomer taqib chiqib ketasiz. Bo'ldi. Ya'ni siz ertalab 9 da keladigan bo'lsangiz, soat 6 gacha ham uzog'i bilan mana shu avtomobilda chiqib ketadi. Haydab olib chiqib ketadi. $800 ni berasiz, mashinani to'lov o'sha $800 bo'ladi, o'shani haydab chiqib ketasiz. Bo'ldi. Boshqa bir so'm ham ortiqcha rasxod qilmaysiz. Ba'zi bir joylarda ko'ryapmiz, viloyatdan keladigan bo'lsa $100 nomerga qo'shiladi. Masalan, Toshkent viloyatidan keladigan bo'lsa auksion nomerga qo'shiladi. Xorazmdan kelishadigan bo'lsa, yana bitta balo-battar sug'urtalarga qo'shiladi. Yoki aytishadi, o'sha zaklad beramiz, zakladni qaytarib olmayapmiz degan odamlarni juda ham ko'p eshityapman. Arzon chiqyapti-da, mana. Mashinalar arzon qo'yishyapti-da, kelishyapti, o'sha odamga aldanib qolib, qanaqa aldanib qolganini bilmaydi okalar. Shunday keladi, zakladni berib qo'yadi mashinaga-da, mashinani zakladini ola olmaydi. Mana shunaqa zamondamiz hozir. $100 gina zaklad berishyapti, o'sha $100 ham qaytarib bera olmayapti shu odamlar. Siz meni mashinamni muzlatib qo'ydingiz deyapti. Endi ikkita taraf ham o'zi uchun praf akalar. Ikkita taraf ham o'zi uchun praf, lekin Xodi avtoda bunaqa narsa yo'q. Xodi avtoga kelasiz, $800 berasiz, pasportingizni berasiz, mashina nomingizga o'tadi. Hech qanaqa kafil so'ramayman. 1. Hech qanaqa uyingizni zalogga qo'ying yoki turar joy zalogga qo'ying. 2020-yildan baland mashina bo'lsin demayman. 2. $800 dan $1 ortiq rasxod qilmasligingizga Xodi avto kafolat beradi. 3. To'rtinchisi, eng ishonchli, eng sifatli, arzon, hamyonbop avtomobillarni Xodi avtodan kelib turib xarid qilasiz. 7. Xullas 7 ta imkoniyatli, 7 ta va'dalar bilan mana sizga Xodi avto aloqaga chiqyapti. Nimaga sen bunchalik arzon sotyapsan degan savolga bitta qilib javob beraman. Bu avtomobilni men 1,5 ming bilan sotsam bo'ladi. $1,5 ming bilan qo'limdan keladi, 1,5 ming bilan yaxshigina reklama qilib, targetiga o'sha reklamasiga yaxshigina pul tikib o'zim, hammasi o'zimning qo'limda. Yaxshigina pul tiksam 1,5 mingga bemalol sota olaman. Chunki odamlar 100 million, 120 million to'lab mana shuni salondan olib chiqayotgan bitta paytda men buni 10 million ham bo'lmaydigan summaga xalqqa beryapman. No, lekin undan qimmatroq sotishga ham aqlim yetadi. Lekin yangi ko'tarilib borayotgan joy, yangi o'sayotgan joy, hech qanaqa yolg'on aralashtirmasdan savdo qilsa, tez ko'tarilamiz. Bu narsaga men kafolat beraman. Hamma narsani ochiq oyini qilib tashlash kerak. Hamma narsani ochib tashlash kerak. Bo'l. Tannarxi 16,5 ming bo'ladi, 16,5 ming kredit chiqadi. $800 xarajatingizni bering bo'ldi, mashina olib chiqib keting. Boshqa $1 ham ortiqcha kredit ham chiqmaydi, boshqa $1 ham ortiqcha xarajat qilmaysiz. Bitta pasportga 11 ta viloyatdan kelib olib chiqib ketasiz. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Ko'ryapsizlar, hamma narsasi to'liq tushuntiriladi. Bu yoqqa keladigan bo'lsangiz, xodimlarimiz bor. O'zimizda shu ishlayotgan xodim bolalarimiz bor. Keladigan bo'lsangiz, sizni xushmuomala bilan kutib olishingizga men kafolat beraman shu bolalarim. Kelasiz, xushmuomalada hammasi chiroyli holatda kutib olishadi. Sizga ma'mi Damas'ni tiqishni taraddudida bo'lmaydi. Sizga ma'mi Nexus tiqishda taraddudida bo'lmaydi. Sizga ma'mnaqa mashinani tiqishda taraddudida bo'lmaydi. Faqatgina sizga tavsiya beradi. Men bularga har bitta xodimga tayinlangan narsa nima, vazifasi nima. Xodim keldi, chiroyli xushmuomalada bo'ling, chunki siz meni ko'rib kelyapti shu odam. Xodi avtoni kuzatib kelyaptimi? Xodi avto Instagram, YouTube tarmoqlarida qanaqa chiqadi? Har doim qo'li ko'ksida, har doim tabassumdami? Siz ham shu o'sha kelayotgan klientdan, viloyatdan umid bilan kelayotgan klient shotga kelgandan keyin ular ham shu holatda ko'rish xohlaydi. Xodimlardan xushmuomalani kutish xohlaydi. Chiroyli mashinalarni ko'rish xohlaydi. O'ziga shu yaxshi ko'radigan, o'zi xohlab minadigan avtomobillarni ko'rish xohlaydimi? Значит, men o'sha nima deydi, prinsiplarni qo'yishim kerak. O'shaning uchun ham keladigan bo'lsangiz, bu narsaga va'da beraman. Xodi avtoda keladigan bo'lsangiz, xodimlar hammasi xushmuomala. Bitta qilib aytganimda, bitta pasportingizni berasiz, to'lovingizni berasiz, bo'ldi. Mashina siz nomingizga o'tib ketadi. Qolgan yugurlarni xodimlarni o'zligisi bitirishadi. Nomerga billa borib keladi. Notari shotda o'zi bitadi. Bankim shotda o'zi bitadi. Mana ko'rsatib qo'ying, bankka ro'paradi. Mana bankim shotda o'zi bitadi. Ro'paramni olib kelib qo'yganman bankka ham. Hamma narsa shotda. Men olib keltirib, hamma sharoitlarni shotga qildirib qo'ydim. Mana ofisim, mana bankim. Bo'ldi, hech qayerga yugurib o'tirmaysiz. Qayergadir borib yugurib yurmaysiz. Bu narsaga javob beramiz. Nobog'da o'sha Mamutda endi
odam ko'p, klientlarimiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, yana yonimizda, yon atrofimizda yana o'sha filiallari bor, o'zini o'sha bankka o'sha yerga olib kiramiz. Lekin Hodiy Avto uchun hozirgi kunda shaxsan mana shu bankka o'zi kelib o'tiribdi. Hodiy Avto uchun. Nimaga? Hozirgi kunda ob'yem juda ham katta, arzon qo'yayotganimizning hisobiga sizni ishonchingiz bilan, siz qilayotgan o'sha like, sizni mehnatingiz bilan siz like bosyapsiz, odamlar kelib ko'rishyapti, odamlar kelib olib ketishyapti. O'shaning uchun ham hozirgi paytda ob'yem ko'pligining hisobiga oldin bankka bir yer tupkasiga borardik. Hozir o'sha bank bilan dogovor qildik, iltimos qildik. Ular bizani ob'yemimizni ko'rdi, kelayotgan klientlar mijozlarni ko'rgan holatda mana shu oldimizga bank ham olib kelib qo'yishdi. Bu narsaga juda ham katta minnatdorchilik bildirib o'taman. Sababi sovuq kun bor, issiq kun bor, quyosh kun bor, yomg'ir, qor bor. Qayergadir borib yurishmaydi, sarson bo'lib o'tirishmaydi deb mana issiqqina joyga kirishadi, shuna qo'l qo'yishadi, chiqishadi, shuna issiq joy, shuna yonida notar, shuna kirishadi, qo'l qo'yishadi, shuna nomer keladi, taqiladi, ketadi, bo'ldi, haydab ketadi. Juda yengil. Bundan tashqari akalar yana bitta ma'lumot berib ketmoqchiman. Siz mashina xarid qilish uchun soat 9 da shu yerda bo'lishingiz kerak. Nimaga? Savol beraman. Soat mana kechqurungi 6:30. 6:30 da shu mashinaning ahvolini qarang. Bardak hamma hech narsa qolmadi. Sipirib ketishdi bugunning o'zida, qor yog'ishiga qaramasdan. Bitta aka ketyapti, "O, perivalni yopib qo'ygan ekan ukajonim, Farg'onadan kelyapman. Perivalni yopib qo'ygan ekan." O'zini yo'llari bor ekan, qanaqadir aylanib o'tadigan. O'sha yo'llardan kezib, kelib olib ketyapman deydilar. Juda ham xursandlar. Men ham juda ham xursandman. Shunchalik arzimagan mehnatimizni, arzimagan qo'yayotgan o'sha narxlarimizni, arzimagan qilayotgan ishimizni shunchalik katta qadrlab o'sha nima deydi? Uylariga, oilalariga xursandchilik bag'ishlaganlari uchun biz juda ham xursandmiz. Oilalariga ozgina bo'lsa ham xursandchilik olib kirdik. Sababi dodalari, buvilari keldilar shu yerda, duo qilishdi, rosa mana shu yerda qolishdi, ozgina o'tirdik, choy-poy qildik, suhbatlarni oldik. Juda ham yaxshi insonlar ekan. Maza qilib o'tirdik. Xullas, meni maqsadim nima? 100 ta odam olsin, 100 ta odamdan bitta odamning oilasiga xursandchilik bag'ishlay olsak, jamoamiz bilan birgalikda, Hodiy Avto sizni shu oilangizga xursandchilik olib kela olsa, qanaqadir miqdorda, kichkina miqdorda bo'lsa ham, bu narsadan juda ham xursand bo'lamiz, bu narsadan juda ham faxrlanamiz. Bu bizani o'sha qilayotgan narsamizning natijasi bu. Pul, boshqa balo battar bu keyingi darajadagi narsa. Avvalambor insondan yaxshilik qoladi. Keladigan bo'lsanglar, oilangizga xursandchilik olib kiradigan bo'lsak, biz juda ham xursand bo'lamiz va qilayotgan ishimizning natijasi va o'sha maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Maqsadimiz sizni oilangizga xursandchilik olib kirish. Arzon pullar bilan. Okalar, qaranglar. Ikkita Nexia, ikkalovi ham 22, mana buni gazi bor, mana benzinda. Ikkalovi ham mana $600 bilan chiqadi, mana $500 bilan chiqadi. Buni $300 qilib beramizmi? Bu mana bolalar aytishyapti, $300 qilib beraylik shuni deyishyapti. Qarang, gaz balonlari sunovka qilib qo'yilgan, $300 bilan kelasiz. Men menga $600 bilan kelasiz. Mana ko'ryapsiz, qanaqangi holat. $300 dan boshqa summa ketmaydi. Boshqa hamma xarajatlar Hodiy Avto zimmasida bo'ladi. Hodiy Avto sizga to'lab beradi bu narsalarni. Nomeringiz bor, notarsiz bor, o'z nomeringiz o'ziga hozirgi kunda $450 ketayotgan bo'lsa, shu $450 emas, $300 olib keling. $300 ichida nomeringiz, notarsiz, zapretingiz hammasi ichida bo'ladi. Zapret masalasiga keladigan bo'lsak, zapret qani? Hodiy Avtoda zapret o'zi nima degan savolga javob beraman. Ba'zi bir avtokreditlar boshlang'ich to'lovsiz qilib chiqaryapti va chetga chiqa olmaydi. Ularning firmasi bo'yicha. Ular ham firmadan zapretda turadi, chunki u pul qarz. Boshqa davlatga chiqib keta olmaydi bir. Ikkinchi masalasi o'sha mashinani bemalol haydab yura olmaydi. Gai to'xtatsa o'sha anaqa qidiruvda degan yozuv chiqib kelaveradi. Bank mashinasida qidiruv degan yozuv chiqib kelaveradi. O'shaning uchun ham bizda unaqa narsa yo'q. Bizda faqatgina bank o'zidan taqiq turadi. Nima uchun? Mashinani sotmasligingiz uchun, boshqa narsadan taqiq bo'lmaydi. Zapret deyapman. Zapret boshqa narsaga zapret bo'lmaydi. Faqat mashinani sota olmaysiz bo'ldi. Boshqa hamma narsa qila olasiz. Mashina bilan chetga ham chiqib kela olasiz. Qozog'iston bormi, Rossiya bormi, boshqa davlatlar bormi, bemalol mashina bilan chiqib ketaverasiz. Muammosi yo'q. Faqatgina oylik to'lovlarni vaqtida to'lagan bo'lsangizgina bemalol yuraverasiz akajon. Agar oylik to'lovni cho'zib qo'yadigan bo'lsangiz, bankda mana bunaqa narsani tushuntiraman. Ko'p savol berilyapti. Nimaga deyapti, bank tortib oladi mashinani? Mashinani sen menga chiqarib berasan-ku deydi. Endi men sizga savol beraman. Bankda ham o'tirganlar inson. O'tgan kuni bitta opamiz keldilar shu yerga, meni mashinamni tortib oldi bank. Men to'lovni qilmadim, atigi bir oygagina mashinamni tortib oldi. To'lov qilmadim. Mendan olmaganlar, boshqa joydan olganlar. Bir oy bo'ldi, tortib oldi. Endi sendan mashina olmoqchiman, seni shartlaring yo'qdi menga dedilar. Endi men tushuntirdim. Opajonim dedim, bank sizga nima deb telefon qildi dedim.
to'lov kunlari kelgan, 15 kun o'tgan, 15 kundan keyin bank telefon qilgan. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Men uni surishtirdim, ochtirdim голосовой, nima gaplashdik. Opajon, yaxshimisiz? Tuzumisiz deyapti xodim. Ha, yaxshi, nima gap deyapti opa. Mana shunaqa oylik to'lovlar kelibdi. Qachonga to'lov qilasiz degan savol bergan. So'rovli savol. Qachon to'lov qilib yuborasiz? Oddiygina savol. Opa panika qilib baqir-chaqir qilib tashlaganlar telefonni. "Voy, men to'layman, nima mashina meniki-yu, yo, shu bilan u ham xodimni ham jahli chiqqan va uni undiruv bo'limiga o'tkazib yuborgan. Undiruv bo'limi mashinani tortib olgan va sudga chiqarib yuborgan. O'shaning uchun ham bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Har doim bizani urvinimizni baland qilib turadigan narsa bu tilimiz. Har doim tilimiz bizani yutadi. Har doim muomalamiz chiroyli bo'lsa, hamma yoqdan chiqib ketamiz. Bu yoqda bo'lsa, u yoqda bo'lsa, menimcha o'ylayman, o'sha hamma yoqda birinchi o'rinda muomalamiz chiqib ketadi. O'sha yomon yo'lga kirasizmi, qanaqadir nito положениеga tushib qolasizmi, qanaqadir nito joy bo'lib qoladimi, bir og'iz uzr degan so'z butun boshli o'sha bo'ladigan ishlarni yoqib yuborishga aminman. Bu narsa boshimdan o'tgan. Bitta chiroyli suhbat, bitta chiroyli so'z, bitta chiroyli muomala, hamma narsa ishlari chiroyli bitib ketadi. Ya'ni siz mashinani mendan kelib turib xarid qildingiz, hamma mijozlarga tushuntiryapman. Akajon, qanaqadir holatda to'lay olmay qolsangiz, 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi, bank sizga telefon qildimi, bankka chiroyli muomala qilsangiz, o'tda ham xodimlar o'tiradi. Bizga o'xshagan o'zbeklar o'tiradi. Nemis o'tirmaydi, amerikalik o'tirmaydi, rus o'tirmaydi. Akalar o'zbeklar o'tiribdi u yoqda ham. Biroq akajonim, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu oy to'lov qila olmayman. Ikkinchi oyga kelganimda hamma to'lovlarni bitta qilib yopib yuborishga ko'zim yetadi. Hozirgi paytda o'sha sharoitim mamnun holatda yoki больницада yotibman, yoki farzandim mazasi yo'q, yoki ota-onam mazalari bo'lmay qoldi, astag'firulloh, uni holati bo'lmasin. Lekin mana shunaqa istijomiz akalar, to'g'ri tushunasizlar gaplarim. Mana shunaqa holat bo'lyapti deganda, akalar 100% javob chiroyli muomala qilsangiz, ming qahri qattim odam bo'lsa ham bo'ldi, ukajonim yoki akajonim, opajonim, singiljonim, kutamiz. Bo'ldi, yaxshi bo'ling, salomat bo'ling, telefonni qo'yishiga men kafolat beraman. O'shaning uchun ham akalar hozirgi paytda hodiyafta shunaqangi yo'nalishda ishlab turibdi. Bundan tashqari yana bitta ikkita ma'lumotni berib ketmoqchiman. Avtokredit olayotganda odamni juda ham qiyin tasavvur qilib yuboryapti avtokreditni. Chunki bu narsaga o'zimiz aybdormiz. Ba'zi bir avtokreditchilar chiqib olib, juda ham qiyin tushuntirgani uchun, juda ham qiyin narsa bo'lgani uchun va 2-3 ta blogerlar bu sohani tushunmasdan turib 4 ta 5 ta videolar chiqarib, uni xalqqa tarqatgandan keyin bu narsa juda ham ommalashib ketdi. Bitta narsani tushuntiraman aka sizga. Har doim aytaman, siz yoshmisiz, 19 yosh, 25 yosh atrofidamisiz, avtokredit olmang. Kerak emas sizga. Nima qilasiz aka? Keladigan joy bo'lmasa, student bo'lsangiz, ko'chaga chiqib kira qilsam, 1-2 mashinamni yopib yuboraman, u qilaman, bu qilaman, hech qachon Yandexga ishonib olmang. Agar siz Suxoyga mashina haydab yurgan bo'lsangiz, $600 berib turib, kuniga 300 mingdan berib turgan bo'lsangiz, mashinaga unda sizga avtokredit kerak ekan. Значит, aka, kunlik 150 ming so'mdan Nexus'lar, 180 mingdan Cobalt'lar chiqyapti. Kunlik to'lov qiladigan bo'lsangiz, kunliga chaqadigan bo'lsangiz. Значит, siz kunlik olsangiz arziydi, o'sha avtokredit olsangiz arziydi. Sizni oilangizda 3 ta 4 ta farzand bormi? Sizni bosh qo'lingizdan hech narsa kelmayaptimi? Ko'chaga chiqmoqchimisiz? Qo'lingizda kuchingiz bormi? Belingizda kuchingiz bormi? Mulk bo'lib qolishini xohlayapsizmi? Avtokredit keling, oling. Yaxshi xizmat bizada. Bundan tashqari mana bunaqa narsa bor akalar, bitta narsani tushuninglar. Damaslik, mana 25-yil akalar, 25-yil $500 bilan beraveraman. 25-yilligini $500 bilan beraveraman. Hamma xarajatlari ichida, boshqa bir sim ham rasxod qilmaysiz. $500 bilan kelasiz, mashinani haydaysiz, olib chiqib ketasiz. Bo'ldi. Gazlariga uстановка qilib qo'yilgan, yangi akkumulyatorga chiqib qo'yilgan 4 ta yaxshi balolar turibdi. Kelasiz, mashinani xarid qilganingizdan keyin aytaylik, mashinaga $8,000 kredit chiqdi deylik. $8,000 siz bankka olib beradigan bo'lsangiz, bo'ldi, shu bilan kreditingiz tugaydi. $8,000 bir oyda olib berasizmi, 1 yilda olib berasizmi, 2 yil, 3 yilda olib berasizmi, bo'ldi, tugaydi kreditlaringiz. Mabodo aytaylik 5 yilga oldingiz, qo'lingizga $1000 kelib qoldi, $1000 tannarxiga ursangiz, oylik to'lovlaringiz tushib ketadi. Qo'lingizga yana $1000 kelib qoldi, yana urdingiz, foizlari tushib ketadi. Xullas, qo'pol qilib aytganimda, bankdan siz pul qarz bo'lasiz. $8,000 siz bankka olib beradigan bo'lsangiz, foizlaringiz ham tugaydi, kreditlaringiz yopiladi, zapretlaringiz avtomatik yechilib ketadi. Bizani o'sha anaqalarimiz, nima deydi, ishtirokimizsiz уже zapretlaringiz yechilib ketadi. Bu narsa уже avtomatik qildirib qo'yilgan, bu narsalar уже zamonaviy holat keltirib qo'yilgan. Ya'ni mana qaranglar, 2022-yil mashinaning holatlari ideal. Uzr, bu 25-yil. Mamnunimiz ham bor, qo'yilsa mana 22-yil. Qolgan hammasi $300 bilan chiqadi akalar.
$300 bilan Damas olib chiqib ketasiz. Hamma xarajatlaringiz ichida. Oylik to'lovlari bo'lsa 2.600.000 dan to 3 milliongacha ham chiqadi. Yiliga yurganiga qarab. 2.600.000 dan to 3 milliongacha 5 yilga chiqadi. 5 yilda ikkita Damas pulini qilib berasiz, hurmatli aqlli okalar. 5 yilda ikkita Damas pulini qilib berasiz. 5 yilda ikkita Tracker pulini qilib berasiz. 5 yilda ikkita Nexus 3 pulini qilib berasiz. Nimaga? 20% dan hisoblagan taqdiringizda ham har yiliga 100% bo'ladimi? 100% degan tan narxiga yana bitta tan narxi qo'shildi degan. Bu degani siz ikkita mashinani pulini 5 yilda yopib berar ekanman yoki 1 yil yopsam ham shu summani qilib berar ekanman degan xayol o'tishi mumkin. Bor unaqa avtokreditlar. Ular qanaqa? Bankdan qaytgan mashinani sizga berishyapti. Birovni foizlari bilan birovni qarzini, mashinasini sizga polni bo'yingizga ilib qo'yishadi. Tushundingizmi? Ular qanaqa chiqarishyapti? 3,5 milliondan deyapti Tracker deyapti, 3 milliondan deyapti Gentra deyapti, 1,5 milliondan deyapti Damas deyapti. Tushunasizlar? Bu narsani siz 1 yil yopib bersangiz ham общий summasini yopib berasiz, 1 yil yopsangiz ham общий summasini yopib berasiz. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Hodi avtoda bunaqa emas. Moshinani tan narxini yopib beradigan bo'lsangiz bankka, bo'ldi, boshqa bir sim ham ortiqcha rasxod qilib o'tirmaysiz bu narsaga. Kafolat beraman. Bo'ldi. 1 yil yopsangiz 1 yillik foiz, 2 yil yopsangiz 2 yillik foiz. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Bundan tashqari yana qaytarib o'taman. Mashina xarid qilmoqchimisiz? Ertalab keling, obedgacha ham bu yerda mashina qolmaydi. Yaxshi mashina qolmaydi o'zi. Qo'pol qilib aytganda yaxshi mashina emas, o'zi hammasi yaxshi mashina. Prosta siz xohlayotgan mashina qolmaydi. Cobaltda masalan nonni ketyapti. Mana Cobalt ko'ryapsizmi? Yo'q, aniq sotilib bo'ldi o'zi. Cobalt yo'q. Cobalt yo'q. Ko'pchilik Cobalt so'rayapti, Spark so'rayapti. Gentra so'rashadi. Gentralar ham qolmagan. Hozir mana bilan olib kirdim. Mana qaranglar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 70 ming kilometr masofani bosib o'tgan, gazlargacha tayyor, kraskalari top-toza bo'lgan Gentra avtomobilini kelib turib bemalol Hodi avtodan atiga $500 ga xarajatga pul olib kelgan holatda olib chiqib ketishingiz mumkin. Kraskasi toza haqida gapiryapman, 75 ming yurgan haqida gapiryapman, gazlari bilan tayyorni gapiryapman. Oka, yana nima haqida gapirib beray sizga? Qanaqa ta'riflab beray? Mashina idealniy holatda. Motor, korobka, ходовой hammasi ideal. Kuzov holatlari, qirilgan, chizilgan, ko'ngli xiraqadayning joylari yo'q. $500 bilan kelasiz, Hodi avtodan shuni olib chiqib ketasiz. Mana nimam bor xolasangiz. Bu Kinda Blue rangi. Sal yaqinroq olib keling, kadrda ko'rinadi. Juda chiroyli rang. Menga juda ham yoqadi mana shu rangi. Tonirovka tortib olsangiz, juda ham jiddiyroq turadigan mashina. Maza qilib haydaysiz. Mana aminem bor xolislik. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 44 ming kilometr masofani bosib o'tgan, benzinda harakat qiladi. Ko'ngli xaraqalaydigan joylari yo'q, kraskalar top-toza, idealniy mashina haqida gapiryapman. Idealniy. 44 ming yurgan. Bu Dark Blue rangi. Ko'rsating buni ham. Olib kelib kadri mana. Tim ko'k. Anu ko'k rangi to'qqa. Boshqacha bo'ladi. Kechqurun qop-qora bo'lib turadi, kunduzi ko'k rangi to'q bo'lib turadi. Buni ham $500 bilan Hodi avtodan kelib turib xarid qilasiz. $500 bilan shu avtomobildan xarid qilasiz. Ko'ryapsizlarmi, qanaqangi arzon mashinalar, qanaqangi sifatli, qanaqangi ishonchli avtomobillar. Men sizlarga nega arzon qo'yapman degan savolga oxirgi marta javob berib ketaman. Okalar, yangi ko'tarilayotgan joy, sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapmiz deb har doim videoni oxirida aytaman. Sizni ishonchingiz uchun arzon mashinalarni qo'yib yotaman. Okalar, $1,5 ming ga ham borib topib olasizlar, $1000 ga ham borib topib olasizlar. Nima qilasizlar? Birovning cho'nchagini boyitib. Undan ko'ra yangi ko'tarilayotgan joyga keling, ishonchli avtomobillarni arzon holatda, eng arzonidan ham arzon holatda xarid qilsangiz bo'ladi. Hodi avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti, like bilan, podpiska bilan qo'llab turganingiz uchun akajon, kattakon rahmat. Telegram kanaliga o'tib oladigan bo'lsangiz, YouTube kanaliga yoki o'sha Instagram kanalimizga o'tib oladigan bo'lsangiz, o'tda ham batafsil ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin, kuzatishda davom etinglar. Hodi avto sizlar bilan. Rahmat.